birinchi va oxirgi marta ogohlantiryapman. Zindonda o'tirishni istamasangiz, shunday bo'la qolsin. Endi Kandak sizning zindoningiz. Uning chegarasidan bir qadam chiqsangiz, qattiq pushaymon bo'lasiz. Yer yuzidagi hech kim meni to'xtata olmaydi. Buni o'zga sayyoralik birortasidan iltimos qilishim mumkin. Bemalol. Nima desangiz shu. Anchadan beri meni hech kim bunchalar asabiylashtirmagandi. Qora Adam. Gaplashib olishimiz kerak.